ABCD kvadrat bo'lsa, yuzasini topish so'ralibdi demak. Tomon davom ettira olamiz, balandlashtirib olamiz. Perpendikulyar ravishda tushsin. Mana bu ham perpendikulyar ravishda tushgan. Xo'p, tomonlarning nisbatida bo'linishidan mana buni A desak, bu yerga A to'g'ri keladi. Bitta chiziqchaga bitta A to'g'ri keldi, ikkita chiziqchaga ikkita A to'g'ri keladi. Buni ham A deb belgilasak, bu yerga 2A to'g'ri kelar ekan demak. Pifagor teoremasidan A ning qiymati 4 ga to'g'ri kelishi ma'lum bo'ladi. Bizdan yuzani so'ragan, bu 4 ning kvadrati bo'lib 16 ni hosil qilar ekan demak. Yuzasi 40 ga teng ekan demak. Bizdan perimetrni so'ragan. Tomonni x deb belgilasak, bu yerga x minusdan 6 to'g'ri keladi. 40 ga teng bo'lgan yuzamiz demak, x minusdan 6 qo'shilgan x taqsim 2 ko'paytirilgan x ga teng bo'ladi. Bundan x qiymati 8 ligi ma'lum bo'lar ekan demak. Hop, so'ralgan qiymatimiz 4x edi, bu ham 32 ni beradi. Keyingi misolimiz. Hop, bo'yalgan yuza 10 deb bersa, x ning qiymatini so'rabdi. Bo'yalgan yuza deganda S, A, B, Y yuzani 10 deb bergan. Bu yerda xira ko'rinib qolgan. Hop, mana bu chiziqni o'tkazsak, mana bu yuzani A deb belgilasak, bu yerga A to'g'ri keladi. Bu 10 minusdan A ni beryapti. Tomoni x bo'lsa, barcha taraflarga x dan to'g'ri keladi. X kvadrat taqsim 2 miz 10 deb beryapti. Bundan x ni topsak, 2 yuzasida 5 hosil bo'ladi. Hop, x ning qiymatini so'rabdi. Y deb belgilasak, mana bu yerga y, bunga y minusdan x to'g'ri keladi. Demak, 10 taqsim 15 imiz teng bo'lar ekan xy taqsim y ga. Soddalashtirsak 2 taqsim 3 teng x taqsim y minusdan x hosil bo'ladi. 5 x taqsim 2 imiz y ga teng bo'lar ekan. O'rniga borib qo'yamiz. 5x taqsim 2. Demak, 10 ga teng bo'lgan yuzamiz 5x kvadrat taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Bundan x ning qiymatini topsak, 2 yuzasida 2 hosil bo'ladi. Keyingi misolimiz. Balandligimiz bu yerda x ni beradi, tomoni ham x ga teng bo'ladi. Demak, x kvadrat taqsim 2 miz 8 ga teng bo'lsa, x imizning qiymati 4 ni hosil qilar ekan. Perimetrni so'ragan, bu ham 4 ko'paytirilgan 4 bo'lib 16 ni hosil qiladi. 90 gradusdan tushgan balandlikning kvadrati pressalarning ko'paytmasiga teng. Mana buni 8 ligini bilib oldik. Bizdan yuzani so'ragan. Bu tarafi 2 yuzasida 5, mana bu qismi 4 yuzasida 5. Demak, bu yerga ham 2 yuzasida 5 qiymat to'g'ri keladi. Bu ham 4 yuzasida 5 ni beradi. Xo'p, balandlik tushirib olaylik. Perpendikulyar bo'lib tushsin. Bu yeri alfa bo'lsa, mana bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. Sinus alfalar teng bo'lishi uchun bu yer 4 ni qabul qilish kerak ekan. Mana bu qismi 8 ni qabul qilish kerak bo'ladi. Shunda bo'yalgan yuzamiz teng bo'ladi 8 ko'paytirilgan 2 taqsim 2 ga, bu ham 8 ni beradi demak. AFB ning yuzasini topaylik biz. Mana bu tarafdan balandlik tushirib olsak, bu x bo'lsa, bunisi ham x ni beradi. Demak, buni qiymati 7. 2 marta xuddi shu yuzani topamiz. X kvadrat taqsim 2 miz 7 ko'paytirilgan 2 taqsim 2 ni beradi. Bundan x kvadrat teng 7 kara 2, bu ham s yuzani berardi. 14 hosil bo'lar ekan demak. Keyingi misolimiz. Balandlik tushirib olamiz, perpendikulyar ravishda tushsin. Alfa desak, mana bu qismi ham alfani beradi. Balandlikning kvadrati pressalarning ko'paytmasiga teng. Demak, mana buni umumiy ravishda 4 ni beradi. Xo'p, tomoni 2 yuzasida 5, tangens alfa 2 taqsim 4 ga teng. Bu 2 yuzasida 5 ni beryapti. Balandligimiz bor, asosimiz bor. Demak, bo'yalgan yuzamiz teng bo'lar ekan. 4 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 bo'lib 2 ga. Keyingi misolimiz. Bizdan mana bu yuzani so'ragan. D, S, F yuzamiz 90 ga teng ekan. Xo'p, balandlik. Balandlikdan kelib chiqamiz buni ham. Bu tarafga ham davom ettiramiz. Perpendikulyar tushsin. Mana buni ham perpendikulyar ravishda tushiraylik. Mana bu x. Alfa deb belgilasak, sinus alfaning qiymati x taqsim a ga yoki 5x taqsim 5a ga teng bo'ladi. Demak, mana 5x ni beradi. Balandligimiz bor, asosimiz bor. Yuzani topib olamiz. Demak, 90 teng 5x x taqsim 2 ga. Bundan x kvadrat teng 36 bo'lib, x imizning qiymati 6 ga to'g'ri kelishi ma'lum bo'ladi. X ning qiymatini so'ragan. Balandlik tushirib olsak, mana buni a desak, bu yerga x minusdan a to'g'ri keladi. X u x. Demak, 10 qo'shilgan 15 imiz teng bo'lar ekan x ko'paytirilgan x taqsim 2 qo'shilgan x ko'paytirilgan x minusdan a taqsim 2 ga, bu ham x kvadrat taqsim 2 ni beradi. Bundan x ni 5 yuzasida 2 ligi ma'lum bo'ladi. Keyingi misolimiz. Hop, qo'shsak 12 24.
24 bo'lishi uchun bu yerga ildiz ostida 24 qiymati to'g'ri kelishi kerak. Mana buni x deymiz. Xo'sh, bu yerni y deymiz. X ko'paytirilgan ildiz ostida 24 taqsim 2 miz 3 ga teng bo'lsa, x imizning qiymati 6 taqsim ildiz ostida 24 ga teng bo'ladi. Demak, 6 taqsim ildiz ostida 24. Demak, mana bu qismi 18 taqsim ildiz ostida 24 ni beradi. Birinchi ishimiz edi. Ikkinchi ishimiz demak, y ko'paytirilgan ildiz ostida 24 taqsim 2 miz teng bo'lar ekan 9 ga. Bundan y topsak 18 taqsim ildiz ostida 24 ni bersa, mana bu qismi 6 taqsim ildiz ostida 24 ni beradi. Ikkalasini qo'shsak, ildiz ostida 24 bo'lib, 2 ildiz ostida 6 chiqar ekan demak. Keyingi misolimiz. Xo'p, ikkalasini yig'indisi 10 qo'shilgan qirg'imiz x kvadrat taqsim 2 ga teng. Bundan x qiymatini topsak, 10 hosil bo'ladi. Bizdan asini so'ragan. Bu x ildiz ostida 2 bo'lib, 10 ildiz ostida 2 ni berar ekan demak. Xo'p, keyingi misolimiz. A, D, S yuzani A, D, Y ga nisbatini so'ragan. 1 bo'ladi. Sababi A, D, S yuzamiz x ko'paytirilgan x taqsim 2 ga teng. Pastdagi A, D yuzamiz balandligimiz agar x ni bersa, bu ham x ko'paytirilgan x taqsim 2 ga teng. Javobimiz demak 1 ni hosil qilar ekan. Keyingi misolimiz. Xo'p, og'irlik markazi bo'lsa, bo'lgan yuzdan so'ragan. Davom ettirib olamiz. Perpendikulyar tushiramiz. 6 ga teng bo'lsa, bu 3 ildiz ostida 2, 3 ildiz ostida 2 ni beradi. Bu yerga ham 3 ildiz ostida 2 qiymati to'g'ri keladi. 3 ildiz ostida 2. A desak, bu yerga 2A to'g'ri kelar ekan. Demak, 3A ga teng bo'lgan yuzamiz 3 ildiz ostida 2 ning kvadrat taqsim 2 ga teng. Bundan A ning qiymatini 3 ligini bilib olamiz. Hop, bu qismi 9 ni beryapti, bu 3 ni beryapti. Demak, so'ralgan yuzamiz 9 qo'shilgan 3 bo'lib, 12 ni hosil qilar ekan demak. Hop, keyingi misolimiz. Bo'yalgan sohalar yig'indisi 90 ga teng bo'lsa, A ning qiymatini so'rabdi. Mana bu yuzani A deb belgilasak, umumiysi 3A bo'lganligi uchun nisbatidan 9A to'g'ri keladi. Tomonlariga shunda ikkalasini ko'paytmasini ildiz ostidagisi, ya'ni 3A yu 3A dan to'g'ri keladi. Xo'p, tomoniga yana 3A to'g'ri keladi. 90imiz teng bo'lyapti bu yerda. 15A ga A ning qiymatini topsak, 6 ni hosil qilar ekan demak. Bu birinchi ishimiz edi. Ikkinchi ishimiz 3A kvadrat taqsim 2 miz 12A ga teng. 3A mizga shunda 12 to'g'ri kelib, A ning qiymati 4 ga to'g'ri kelar ekan demak. Keyingi misolimiz. Tomoni 8 ga teng, yuzi 20 ga teng bo'lsa, S ga taqsim B ni so'ragan. Demak, x va y deymiz. AC bilan DB ni tashlab olamiz. Perpendikulyar ravishda kesishsin. Tomoni 8 bo'lsa, 4 ildiz ostida 2, 4 ildiz ostida 2. Demak, mana bu yuzamiz 16, bu yuzamiz 4 ni beradi. 16 ni berish uchun bu 12 ni berishga majbur. Bizdan y taqsim 2 so'ragan, bu 12 taqsim 4 bo'lib 3 ni hosil qilar ekan demak. Hop, keyingi misolimiz. Yuzalarni tengiga ajratamiz. Bular kvadrat. ABCD'miz agar kvadrat bo'lsa, yuzani tengiga ajratishdan foydalansak bo'ladi. Hop, mana bu 25 taqsim 2, bu 30 taqsim 2, bu x taqsim 2, bu 20 taqsim 2. Uchburchak uchun yuzani tengiga ajratamiz. O nuqtada belgilasak, FO taqsim OY'mizning qiymati teng bo'ladi. 25 taqsim 2 ni 20 taqsim 2 ga nisbatiga yoki 30 taqsim 2 ni x taqsim 2 ga nisbatiga. Bundan xulosa qilsak, 25 ko'paytirilgan x'imiz 30 ko'paytirilgan 20 ga teng bo'ladi. X'imiz shunda 24 ni hosil qilar ekan demak. 6 kara 4 bo'lib 24. Pifagor teoremasidan bu yerga 5 to'g'ri keladi. X ni qiymatini so'ragan. Balandlik tushirib olamiz. Balandligimizni h deb belgilasak, h ko'paytirilgan 5imiz 4 ko'paytirilgan 3 ga teng. Bundan h ni qiymatini topsak 2,4 ni beradi. Agar bu qismi 2,4 bo'lsa, jami 5 ni berish uchun bu yerga 2,6 to'g'ri kelishi kerak. Tomoni 5 ga teng. Demak, x'imiz teng bo'lar ekan 2,6 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 ga, bu ham 13 taqsim 2 ni beradi. Keyingi misolimiz. Hop, davom ettirib olamiz. Perpendikulyar tushiramiz. Bu yer ham perpendikulyar bo'lishga majbur bo'ladi shunda. Bu yerga 5, bu yerga 6 o'tadi. ASni tutashtirib olamiz. ASimiz x ildiz ostida 2 ga teng. X ildiz ostida 2 ning kvadrati teng 6 ning kvadrati qo'shilgan 9 ning kvadratiga. 8 ning kvadratiga. Bundan x ildiz ostida 2 ning 10 ligi ma'lum bo'ladi. X'imiz 5 ildiz ostida 2 ga teng ekan.
Ikkinchi ishimiz s yuzani so'ragan. Bu 5 yildizosida 2 ning kvadrati bo'lib 50 ga teng bo'ladi. Xo'p, bo'yalgan sohalarda yuzlarning yig'indisi 32 ga teng bo'lsa, xo'p, bo'yalgan deganda mana bu qismidan tashqari A, Y, S, D ni yuzasi nazarda tutilgan ekan. Demak, tomonni belgilash olamiz. X desak, bu yerga x, mana bu qismiga 2x to'g'ri keladi. Yuzani A deb belgilasak, tomonlari nisbatini kvadratda bo'lganligi uchun bu yerga to'g'ri o'tadi. Ikkalasini ko'paytmasini ildizi 2a yu 2a dan to'g'ri keladi. Demak, hammasini qo'shsak 8a miz 32 ni beryapti. Bundan a ni to'g'riligi ma'lum bo'ladi. Mana bu qismini ham 2x deb belgilasak, ikkinchi ishimiz a desani yuzasini topamiz. 2x ko'paytirilgan 2x taqsim 2 miz 6 ko'paytirilgan 4 ga teng bo'lib qolyapti. Bunda x kvadratimiz 12 ni beradi. Demak, uchinchi ishimiz s yuzamiz demak 4x kvadratga teng bo'lar ekan. 4 karra 12 bo'lib 48 ni hosil qiladi demak. Keyingi misolimiz. Xo'p, 5 yu 5 dan to'g'ri kelyapti. Yuzamiz mavjud. Mana bu qismi x, bu qismi 5 bo'ladi. D ni tashtirib olamiz. D ni qandaydir D harf bilan belgilaylik. Bu ham D kvadrat taqsim 2 edi. 169 taqsim 2 bo'lsa, D ni qiymati 13 ga to'g'ri kelar ekan demak. D 13 bo'lsa, Pifagor teoremasidan x'imizga 7 qiymat to'g'ri keladi. Keyingi misolimiz. 15 gradus qarshidagisi 90 gradusdan tushgan balandligimiz gipotenuzani 4 dan 1 qismiga teng. 4x kvadrat taqsim 2 miz 8 deb bersa, x'imiz 2 ni qabul qiladi. Demak, tomoni 8, mana bu qismi 2. Bu tarafini davom ettirsak, demak 6 ga to'g'ri keladi. Jami 8 berish uchun asos 8. Bo'yalgan yuzamiz demak 8 karra 6 taqsim 2 bo'lib 24 deb beradi. A, B, S, D yuzamiz teng bo'lar ekan. Mana bu yuzani 3 baravariga. Hop, tomon davom ettirib olsak, A deb belgilasak, mana bu qismiga 2a to'g'ri keladi shunda. Buni ham a deb belgilasak, bu yerga ham 2a to'g'ri keladi. Tomonni agar x deb belgilasak, bunisi 2x ni beradi. X deb belgilasak, bunisi 2x ni beradi. So'ralganimiz demak desa edi. Desamiz 3x edi. AF'imiz x ga teng bo'lyapti. Demak, ifodamiz 3 ni berar ekan. Keyingi misolimiz. AF'ni tashtirib olamiz. Ko'paytirsak 9a kvadrat, ildiz chiqarsak 3a yu 3a dan to'g'ri keladi. Uni trapeziy mavzusida o'tganmiz. Demak, tomonni x desak, mana bu qismiga 3x to'g'ri keladi. So'ralgan ifodamiz demak x kvadrat taqsim 3x ning kvadrati bo'lar ekan, 1 taqsim 9 deb beradi. Mana bu qismlarni bizga keragi bo'lmadi. Keyingi misolimiz. Xo'sh, bu misolimizda y, f, k, b miz bo'yalmagan. Shundagina javob to'g'ri chiqadi. Misolga kelsak, ABCD kvadrat, BYFK miz kvadrat bo'yalgan yuza, ya'ni O deb belgilasak, DOC ni BYFK ga nisbatini so'ragan demak. Xo'p, balandlik tushirib olsak, perpendikulyar ravishda tushadi. Tomoni K, umumiysiga 4K to'g'ri keladi. Bu ham 4K dan qabul qiladi. Mana bu yeri ham K bo'lsa, umumiysi 3K ni berish kerak. Birov 4 nisbatda bo'lyapti. Demak, 3 ko'paytirilgan 4K taqsim 5. Bu tarafda 1 ko'paytirilgan 4K taqsim 5 hosil bo'lar ekan. Shundagina nisbat to'g'ri bo'ladi. So'ralgan ifodamiz teng bo'ladi. 4K ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4K taqsim 5 taqsim K kvadrat. Mana bu yerda ikkisi ham bor, chunki yuzani topish uchun 2 ga bo'lishimiz ham kerak bo'ladi. Xo'sh, shunda 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 hosil bo'ladi. Bu ham 48 taqsim 10, 24 taqsim 5 ni beradi demak. Xo'p, alfa deb belgilasak, mana bu qismiga 90 minusdan alfa to'g'ri kelib, bu ham alfani hosil qiladi. Tangens alfa 1 taqsim 2, demak x desak, bu yerga 2x to'g'ri kelishga majbur. Bundan x qiymatini 2 ligini bilib olamiz. 2 bo'lsa, jami 4 berish uchun bu yerga 3, mana bu qismiga 4 qiymat to'g'ri kelishi kerak. Bizdan bo'yalgan yuzani so'ragan. Biz bo'yalmagan yuzani topib qo'ysak ham bo'ladi. Umumiysidan ayirib qo'yamiz keyin. Demak, so'ralgan ifodamiz teng 4 kvadrati minusdan 1 karra 2 taqsim 2 plus, xo'sh, 2 karra 4 taqsim 2. Soddalashtirsak 11 hosil bo'lar ekan demak.
Keyingi misolimiz. Labani tashlab olsak, medianalar kesishgan nuqta bo'lganligi uchun teng 6 ta yuzaga bo'linadi. 6, 6, 6, 6 va 6 dan to'g'ri keladi. Tomoni x, mana bu qismi ham x bo'lsa, x kvadrat taqsim 2 miz 6 kere 6 bo'lganligi uchun x imiz 6 ilzosida 2 ni qabul qiladi. 15 gradusimiz bor, demak mana bu 75, bunisi ham 75 bo'ladi. Xulosa qilsak, bu yerga 30 gradus to'g'ri keladi. A y ni qiymati 12 ga teng. A ni tashlab olsak, jami 45 ni berish uchun bu yeri 30, mana bu yeri 45 bo'lganligi uchun AC bilan AY o'zaro teng bo'lib qoladi. Demak, bu ham 12 ni qabul qilar ekan. So'ralgan yuzamiz demak 12 ni kvadrat taqsim 2 bo'lib 72 ni beradi. S A Y B yuzamiz teng bo'ladi umumiyni 4dan 1 qismiga. S A F B miz teng bo'ladi S taqsim 2 ga. Bizdan bo'yalgan yuzani so'ragan. Demak, so'ralgan yuzamiz S taqsim 2 minusdan S taqsim 4, bu ham S taqsim 4 ni beradi. 4 ni kvadrat taqsim 4 bo'lib 4 ni hosil qilar ekan demak. Keyingi misolimiz. Bu ham 75, 75, uchidagi burchaga 30, AC ni tashlab olsak, AC bilan AY miz o'zaro teng bo'lib qoladi. Demak, x deb belgilasak, x kvadrat taqsim 2 miz 32 ni bersa, x imizga 8 qiymati to'g'ri keladi. Mana bu qismi 30 gradus, 75 bo'lganligi uchun bu ham 45 bo'lib, teng yonli bo'lib qolar ekan demak. Keyingi misolimiz. Bo'yalgan yuzi 6 ga teng, ya'ni s taqsim 4 ga teng bo'lgan yuzamiz 6 bo'lsa, s yuzamiz 24 bo'ladi. Bu ham x kvadratga teng edi. X imiz shunda 2 ilzosida 6 ni hosil qiladi. P nuqtadan kvadratning tomonlarigacha bo'lgan masofalarning yig'indisi 4 bo'lsa, yuzani so'ragan. Demak, tomonni biz x deb belgilaylik. A desak x minusdan a ni beradi, b desak x minusdan b ni beradi. Demak, 4 ga teng bo'lgan uzunligimiz 2x deb bersa, tomonni 2 ni qabul qiladi. Bizdan yuzani so'ragan, bu ham 2 ni kvadrati bo'lib 4 ni hosil qilar ekan demak. P nuqtadan kvadratning tomonlarigacha bo'lgan masofalarning yig'indisi 8 bo'lsa, kvadratning yuzasini so'rabdi demak. Tomonni x deb belgilasak, mana qismi a bo'lsa, bu yerga x minus a, b bo'lsa x minusdan b to'g'ri keladi. Demak, masofalarning yig'indisi 2x deb berar ekan, x imiz 4 ni qabul qilsa, so'ralgan yuzamiz x kvadrat bo'lib 16 ni qabul qiladi. Bo'yalgan yuzani qiymatini so'rabdi. Tomoni 8 ga to'g'ri kelsa, balandlik tushirib olsak bo'lar ekan. Balandligimiz ham 8 ni beradi. Yuzasi 32 ni hosil qilishi kerak. Mana buni qandaydir x deb belgilasak, mana bu yuzani qandaydir a deb belgilasak. Demak, 4 qo'shilgan a yuzamiz 8 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 ni beradi. X qo'shilgan a yuzamiz 8 ko'paytirilgan 8 taqsim 2 ni beradi. Sistema qilib ayirsak, x minusdan 4 imiz 8 kere 4 taqsim 2, bundan x qiymatini 20 ligini bilib olamiz. Keyingi misolimiz demak. Xo'p, bo'yalgan yuzani qiymatini topish so'ralgan. Bo'yalgan yuza deganda mana bu tarafni nazarda tutgan bo'lish kerak. Demak, alfa deb belgilaymiz. Tomoni a, mana bu tarafi ham a, bu taraf 90 minusdan alfa. Demak, bo'yalgan yuzamiz a ko'paytirilgan 6 taqsim 2 ko'paytirilgan sinusdan 90 minusdan alfa. Bu ham a taqsim 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan sinus 90 minusdan alfamiz kosinus alfani beradi. Kosinus alfamiz ham 6 taqsim a ga teng. Bu 6 ni kvadrat taqsim 2 bo'lib 18 ni hosil qiladi demak. D B ni uzunligi 6 ilzosida 2. Demak, tomoniga 6 dan to'g'ri kelishi kerak. 4 parallel bo'lganligi uchun 2 4 dan tushadi. Bo'yalgan yuzani so'ragan. Xo'p, bo'yalgan yuza deganda mana buni nazarda tutgan bo'lishi kerak. K nuqtani shunchaki siljitib D nuqtagacha olib borib qo'yishimiz mumkin. Shunda 2 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 paydo bo'ladi. Demak, S yuzamiz teng bo'lar ekan. Mana bunday chizib olsak, demak, 4 ko'paytirilgan 2 taqsim 2 bo'lib 4 ni berar ekan so'ralgan yuzamiz. Keyingi misolimiz. Bo'yalgan yuzani umumiy yuzaga nisbati 8 taqsim 5 bo'lsa, D yana A degan nisbat so'ragan. Bo'yalgan yuza mana bu. Demak, tomoni A, D x, A d y. Mayli, y deb belgilaylik. A deyishimiz shart emas ekan. Xo'p, alfa desak, mana bu 90 minusdan alfani hosil qiladi. 8 taqsim 25 imiz teng. Bo'yalgan yuza x y taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus alfa, bu ham x taqsim y ni beradi. Taqsim
Xo'sh, umumiy yuza y kvadrat. Y'lar qisqarsa x kvadrat taqsim 2 y kvadratimiz teng bo'larkan 25 taqsim 4 ga. Bundan x taqsim y topsak 4 taqsim 5 hosil bo'ladi. Keyingi misolimiz. Uzunligi 8 ildiz 2 bo'lsa, tomoniga 8 dan to'g'ri keladi. Demak, 4 4 4 dan to'g'ri kelishga majbur. K nuqtani siljitib olib borsak bo'ladi mana bu qismiga. Shunda bo'yalgan yuzamiz mana buni berib qoladi. Demak, bo'yalgan yuzamiz teng bo'larkan 4 kara 4 taqsim 2 bo'lib 8 ga. Keyingi misolimiz. Mana buni A deb belgilaylik. Tomoni x, x, beri x. Demak, x ko'paytirilgan 2x taqsim 2 miz 3 qo'shilgan a ga teng. 2x ko'paytirilgan 2x taqsim 2 miz a qo'shilgan 12 ga teng. Sistema qilamiz. Xo'p, yuqorini 2 ga ko'paytirib tenglab yuborsak bo'ladi. 2a qo'shilgan 6 miz a qo'shilgan 12 ga teng. Bundan a ning qiymatini 6 ligini bilib olamiz. Agar yarim yuzamiz 18 ga teng bo'lsa, to'liq yuzamiz 18 ko'paytirilgan 2 bo'lib 36 ga teng bo'ladi. Xo'p, kvadrat ekan. Tashlab olsak, perpendikulyar ravishda kesishadi. Xo'p, bu ham perpendikulyar ravishda kesishadi. Demak, mana bu ikkalasi teng ekan. Uchidagi burchakda 45 gradus bo'lsa, mana buni alfa deb belgilasak, xo'p, bu ham 45 bo'lib, bu alfa minusdan 45 ni hosil qiladi. 22,5 ga teng bo'ladi. Alfa minusdan 45 imiz 22,5. Shunda yuqorisi 67,5 bo'ladi. Xo'p, buni kesma qilib o'tkazib olamiz. 22,5 u 45 qilib. Tomonini belgilash olsak, x u x deb mana bu x ildiz 2 ga teng bo'ladi. Teng yonli bo'lganligi uchun bu ham x ildiz 2 ga teng bo'ladi. Demak, Pifagor teoremasidan x kvadrat qo'shilgan x plyusdan x ildiz 2 ning kvadrati teng 4 ildiz 2 ning kvadratiga. X kvadrat ko'paytirilgan ildiz 2 plyusdan 1imiz teng bo'lar ekan 8 ildiz 2 ga. Ikkinchi ishimiz. So'ralgan yuzasi demak x kvadrat ko'paytirilgan ildiz 2 plyusdan 1 taqsim 2 ga teng edi. Bu ham 4 ildiz 2 ni berar ekan demak. Ikkalasi ham kvadrat ekan. 5 5 5 5 dan to'g'ri keladi. Alfa desak, mana bu qismga alfa to'g'ri keladi. Sinus alfalar teng bo'lishi uchun 3/4 dan qabul qiladi. 3/4 3/4. Demak, so'ralgan yuzamiz 7 ning kvadrati bo'lib 49 ni beradi. Xo'p, bu ikkalasi kvadrat ekan. Kvadrat bo'lsa, mana buni davom ettirgan paytimiz bitta to'g'richilikda yotib qoladi. 45 ni 45 dan qabul qiladi deb olamiz demak. X taqsim ildiz 2, x taqsim ildiz 2. Demak, tomoniga 2 2 dan to'g'ri keladi. Mana bu qismi ham x taqsim ildiz 2. Pifagorni qo'llaymiz. F, Y, B uchun y kvadratimiz teng x taqsim ildiz 2 ning kvadrati qo'shilgan 2 ning kvadratiga. Soddalashtirsak 2y kvadrat minusdan x kvadratimiz teng bo'ladi 8 ga. Keyingi misolimiz. Tomonini x deb belgilasak, mana bu qismiga ham x, bu yerga x minusdan 1, bu yerga x minusdan 2 to'g'ri keladi. Bundan x ni qiymatini topa olsak bo'lar ekan, 5 ga to'g'ri keladi. Bo'yalgan yuzani so'ragan. Bo'yalgan yuzani topish uchun umumiydan bo'yalmaganlarni ayirib qo'ysak bo'ladi. 5 ning kvadratidan ayiramiz. 3 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ni, bu ham 33 taqsim 2 ga teng bo'ladi demak. Keyingi misolimiz. Mana bu ham perpendikulyar. Tomoniga 3 u 3, mana bu qismiga 6, bu yerga 3 ildiz ostida 5 qiymat to'g'ri keladi. 2 bir nisbatda yurinishidan bu ham 3 taqsim 2, demak bu 3 taqsim 2 ildiz ostida 5 ni hosil qiladi. Bizdan yuzani so'ragan. Demak, so'ralgan yuzamiz 3 ildiz ostida 5 ko'paytirilgan 3 ildiz ostida 5 taqsim 2 taqsim 2 ni berar ekan. Bu ham 45 taqsim 4 ni hosil qiladi. Mana bu yerni A deb belgilasak, bu yerga ham A to'g'ri keladi. B deb belgilasak, mana bu qismiga ham B to'g'ri keladi. Sababi mana bu x. Demak, A ko'paytirilgan x taqsim 2 miz umumiy ravishda A ga teng. B ko'paytirilgan x taqsim 2 miz umumiy ravishda B ga teng. Sistema qilib qo'shib yuborsak, A qo'shilgan B taqsim 2 miz ko'paytirilgan x imiz A qo'shilgan B ga teng bo'ladi. Bundan xulosa qilsak, hammasi to'g'ri. Demak, so'ralgan ifodasi DF edi. Bu A ni beradi, A ni beradi. Demak, javobimiz 1 ni berar ekan. Keyingi misolimiz. Tomon 9. Alfa deb belgilasak, mana bu ham alfa. 1 taqsim 3 ni berish uchun bu 2 ni qabul qilish kerak. D, Y, F ni yuzasini so'ragan. Bu 2 ildiz ostida 10, bu 3 ildiz ostida 10. Yuzasi demak S barobar 2 ildiz ostida 10 ko'paytirilgan 3 ildiz ostida 10 taqsim 2 bo'lib
30 ni hosil qilar ekan demak. Keyingi misolimiz A deb belgilasak, buni B deymiz. Bu yerga ham A, bu yerga ham B to'g'ri keladi. Hop, tomonni x deb belgilaymiz demak. Bo'yalgan yuzani so'ragan. Bo'yalgan yuzamiz demak 4 qo'shilgan 8 bo'lib 12 ni hosil qiladi. Keyingi misolimiz. Mana bu yerda 3 ga va 4 ga bo'linadigan so'ra olishimiz kerak. Tomonni biz 12 deb belgilab olamiz. 12x. Shunda tomoniga 4x, 4x, 4x dan to'g'ri keladi. Bu tarafga 3x, 3x, 3x va 3x dan to'g'ri keladi. 4x ga moslab turib 16a deb belgilasak, 6x ga moslab turib 36a deb olishga majbur bo'lar ekanmiz demak. 36a miz teng bo'lar ekan 6 ga. Bundan a ni qiymatini 1 taqsim 6 lik kelib chiqadi. Birinchi ishimiz edi, ikkinchi ishimiz. D kani tashtiramiz. S kani tashtiramiz. AK bilan AB ni ham tashtiramiz. Yuqorida misolda ko'ruvdik, AKB bilan DKS ni yig'indisi umumiyni yarmiga teng bo'ladi. Teng bo'lganligi uchun mana bu qismiga ham 3, bu qismiga ham 3 to'g'ri kelar ekan. Demak, so'ralgan yuzamiz teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan DKS qo'shilgan AKB ga. Ya'ni 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan 3 plyusdan 48a. A ni o'rniga 1 taqsim 6 ni borib qo'yamiz. Bu ham demak 40 ni hosil qilar ekan demak. Keyingi misolimiz. ABCD kvadrat bo'lsa, bo'yalgan yuzani umumiy yuzaga nisbatini so'ratdi. Yana 4 va 3 ga bo'linadigan qilib olishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Uchlarni tashtirib olamiz keyin. Tomonini 4 va 3 ga karrali bo'ladigan son 12 deb belgilaymiz. 12x deb belgilasak, hop, bu qismiga 4x, hop, buni har biriga 3x dan to'g'ri keladi. 4 ga nisbatlab tomonini 16a deb belgilasak, 3 ga nisbatlab buni 9a deb belgilashga majbur bo'lamiz demak. O'xshashlikdan. Xo'sh, shunda bu taraf 6 bo'lsa 18a bo'ladi. Mana bu tarafi 3 bo'lsa 9a bo'lar ekan. Shunda bu yeriga ham 16a, mana bu qismiga ham 16a to'g'ri keladi. Ikkalasini qo'shsak, mana bu tarafi demak 48 ni beryapti, yuqori tarafi 36 ni beryapti. Demak, umumiy S yuzamiz teng bo'lardi 2 ko'paytirilgan DKS plus AKB yuzaga. 2 ko'paytirilgan demak 9 kara 4 plus 16 kara 3. Tashqarida a'si mavjud demak. 36 ga 48 ni qo'shamiz. 2 ko'paytirilgan 36 plusdan 48a. Demak, 2 ko'paytirilgan 84a. Bu ham 168a ni beradi. Demak, so'ralgan ifodamiz 16a taqsim 168a ni beryapti. Xo'p, soddalashtirsak demak 4 ga bo'lib olamiz. 4 taqsim 42 bo'ladi. Bu ham 2 taqsim 21 ni hosil qilar ekan demak. Xo'p, kalitida xatoligi bor. 2 taqsim 21 chiqadi javobi har qanaqa yo'l bilan. Keyingi misolimiz. Tomonni belgilab olamiz x dan. Xo'p, alfa deb belgilasak, mana perpendikulyar, bu perpendikulyar bo'lganligi uchun bu yerga ham alfa o'tadi. Tomonini 1 va 5 ga moslab belgilab olishimiz mumkin shunda bu yerda. Mana bu qismini 5a deb belgilasak, 5 ga nisbatlab 1 ga nisbatlab mana buni a deb belgilashimiz mumkin. Tanginus alfani qiymatini topsak, tanginus alfamiz teng bo'lar ekan a taqsim x ga, bu tarafdan x taqsim 5a ga. Soddalashtirsak, x'imiz ilzosida 5a ni beradi. Hop, o'rniga borib qo'ysak demak. 1 ga teng bo'lgan yuzamiz teng bo'lar ekan a x taqsim 2 ga. Bundan x ni kvadratini topsak, 2 ilzosida 5 hosil bo'ladi. Bizdan x kvadratini so'ragan edi. Demak, javobimiz 2 ilzosida 5 bo'lar ekan. Keyingi misolimiz. Pifagordan tomoniga 10 to'g'ri keladi. A, D, P ni yuzasini so'ragan. Balandligimiz 4,8 ni beradi. Demak, mana bu qismiga 5,2 qiymat to'g'ri kelishga majbur. Shunda umumiy uzunligi 10 ni beradi. Asosi 10. Demak, so'ralgan yuzamiz 5,2 ko'paytirilgan 10 taqsim 2 bo'lib, 2,6 ko'paytirilgan 10, ya'ni 26 ni hosil qiladi. 60 dan demak, mana bu qismiga ham 60 to'g'ri keladi. CF ni qiymati 16 ga teng ekan. Demak, x deb belgilasak, mana bu qismiga ham x to'g'ri keladi. Bu ham x ni qabul qiladi. Mana bu yer 30 gradus, demak 75 u
75 dan to'g'ri keladi. Shundan xulosa qilsak, bu 15 gradusni berar ekan. Balandlik tushirib olamiz. 90 gradusdan tushgan balandlik 15 gradus qarshisidagi bo'lsa, gipotenuzani to'rtdan bir qismiga teng. Demak, bu to'rni FC ni qiymati 16 ni beryapti. Demak, bo'yalgan yuza deganda FCB nazarda tutilgan 4 ko'paytirilgan 16 taqsim 2 bo'lib, bu ham 32 ni hosil qiladi demak. Hop, ozgina bunday qilib bo'yab qo'yamiz. Keyingi misolimiz. Tomoniga x taqsim 2, x taqsim 2 to'g'ri kelsa, mana bu qismi ham x deb beradi. Bu yuzani a deb belgilaylik. Demak, a qo'shilgan 18 yuzamiz x kvadrat taqsim 2 ni beradi. A qo'shilgan 3 yuzamiz x kvadrat taqsim 4 ni beradi. Sistema qilamiz. Pastini ko'paytirib tenglayib borsak bo'ladi. 2a qo'shilgan 6 miz a qo'shilgan 18 ni bersa, a ni qiymati 12 ga to'g'ri keladi. Xo'p, bizdan kvadrat bo'lsa x ni qiymatini so'ragan. A ni o'rniga 12 ni borib qo'yamiz. Demak, x kvadrat taqsim 2 miz 30 ni bersa, x imiz 2 ilzosida 15 ni hosil qilar ekan. Demak, kalitida ozgina xatolik bor. Mana 5 ni beradi. Keyingi misolimiz. Xo'p, bir xil nisbatda bo'lyapti. Demak, 2 2 dan to'g'ri keladi. Kvadrat bo'lganligi uchun barcha tomonlar teng bo'lishi kerak. Demak, qolganiga ham 2 dan to'g'ri keladi. Oldingi mavzularda ko'rdik. Mana perpendikulyar bo'lib qolar edi. Xo'p, yuzalarni belgilasak, a deb belgilasak, mos tomonlar nisbatidan bu yerga 3a. Buni a deb belgilasak, bu ham 3a ni beradi. A deb belgilasak, bu ham 3a ni beradi. A deb belgilasak, bu ham 3a ni beradi. Qisqasi 2 desak, mana buni qandaydir x deb olsak, yuzadan topsak bo'ladi. A yu 3a da bo'lishini. Endi mana bu yuzani qandaydir x deb belgilaymiz. Shunday yuzani tengiga bo'lib yuboramiz. Demak, yuzani topamiz. Mana bu qismchani bu yoqqa joylashtirish mumkin. Shundan xulosa qilsak, 3a yu 3a ni beraveradi. 4 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 miz teng 3a dan 2 ta, a dan 2 ta. Qo'shsak 8a qo'shilgan x taqsim 2 hosil bo'lar ekan. 4 ko'paytirilgan 2 taqsim 2 miz mana bu yerdan kelib chiqsak 5a ga teng bo'ladi. Bundan x topsak 4a hosil bo'ladi. Xo'p, bo'yalgan yuzani so'ragan. A ni qiymatini topa olishimiz mumkin. Birinchi ishimiz edi, bu ikkinchi ishimiz demak. Uchinchi ishimiz. 2 kara 4 taqsim 2 miz 5a ga teng bo'lsa, a ni qiymati 4 taqsim 5 ni beradi. Shunda so'ralgan x imizning qiymati 16 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Keyingi misolimiz. Xo'p, yuzasini so'ragan perpendikulyar x u x dan to'g'ri kelsa, yuzaga nisbatlab buni 9a deb belgilaymiz. Shunda bu yeri 4a bo'ladi. Alfa yu alfa deb belgilasak, a ga bog'lab olishimiz mumkin. Demak, tangens alfamiz teng 4a taqsim x ga x taqsim 9a ga. Bundan x ni 6a ligini bilib olamiz. Yuzani so'ragan demak. Birinchi ishimiz edi, ikkinchi ishimiz. 4a ko'paytirilgan 6a taqsim 2 miz agar 2 ga teng bo'lsa, a kvadratning qiymati 1 taqsim 6 ga teng bo'ladi. So'ralgan yuzamiz 6 kvadrat a kvadratga teng edi. Bu ham 6 ni beradi demak. Keyingi misolimiz. A yu 3a nisbatda bo'lardi. Xo'p, mana buni a desak, bu 3a bo'lishi kerak edi. 3a ga 6 to'g'ri kelsa, 2 2 3 2 3 dan to'g'ri keladi. Shunda mana bu 4a ga teng bo'lib 8 ni berish kerak. Barcha tomonlarga x dan to'g'ri keladi. Demak, x kvadratimiz 8 ni bersa, x imizga 2 ilzosida 2 qiymat to'g'ri keladi. Xo'p, ABCD va KAYFimiz kvadrat bo'lgan yuzani qiymatini so'ragan. Kvadratning tomonini a deb belgilaymiz. Buning tomoni 8 ga teng. Biz mana bu qismini qandaydir b desak, bu yerga 8 minusdan b qiymat to'g'ri keladi. Birinchi ishimiz demak. Xo'p, tangens alfani qiymatini topish. Mana bu yer alfa bo'lsa, tangens alfamiz b taqsim 8 ga teng. Bu tarafdan a taqsim a plyusdan 8 ga teng. Xo'sh, bundan b ni qiymatini topib olsak, 8a taqsim a plyusdan 8 bo'ladi. Ikkinchi ishimiz. Bo'yalgan yuzani topish s barobar demak 8 ko'paytirilgan 8 minusdan b taqsim 2 plyus a ko'paytirilgan 8 minusdan b taqsim 2. Bu ham teng bo'ladi 8 qo'shilgan a taqsim 2 ko'paytirilgan 8 minusdan b. 8 minus 8a taqsim a plyusdan 8. Qisqasi soddalashtirsak 8 ni kvadrati taqsim 2 bo'lib 32 hosil bo'lar ekan demak.
Xo'p, 100 1 u 3 nisbatda bo'linganligi uchun tomoni a-yu a kvadrat bo'lganligi uchun demak bu yeri a-yu a'dan to'g'ri keladi. Shundagina 1 u 3 nisbatda bo'linadi. Xulosa qilsak, mana buni tomoni ilzosida 2 ga to'g'ri kelishga majbur bo'lar ekan demak. Ilzosi 2 bo'lsa, xo'sh, bu yerga ham 2 ga to'g'ri kelsa, mana bu ham a'ni beradi. X ni qiymatini so'ragan. X'imiz a ilzosida 5 ga teng, bu ham ilzosida 10 ni hosil qiladi. Hop, keyingi misolimiz bo'yalgan yuzamiz agar 8 ga teng bo'lsa, buni yuzasini so'ragan. Alfa deb belgilaymiz. Tomonlarga belgilashasak a-yu b, mana bu qismini s deymiz. Shunda bu yerga a minusdan s qiymat, bu yerga b qiymat to'g'ri keladi. Tomoniga bu yerga ham b to'g'ri keladi. Tangens alfani qiymatini topsak, s taqsim a ga teng bo'ladi. Bu tarafdan b taqsim a plyusdan b ga teng bo'ladi. S ni qiymati demak ab taqsim a plyusdan b ga teng ekan. Ikkinchi ishimiz. Hop, bo'lgan yuzamiz teng bo'ladi. A ko'paytirilgan a minusdan s taqsim 2 plyus b ko'paytirilgan a minusdan s taqsim 2 ga. Soddalashtirsak a plyusdan b taqsim 2 ko'paytirilgan a minusdan s, ya'ni a minusdan ab taqsim a plyusdan b bo'lar ekan. Xo'p, bu ham teng bo'ladi demak b kvadrat taqsim 2 ga. Bizdan ABS'ni yuzasini so'ragan. So'ralgan yuzamiz demak 16 ni berar ekan. Chunki b kvadratimizga 16 to'g'ri kelsagina yuzasi 8 bo'ladi. Keyingi misolimiz. Hop, ABCD kvadrat x bilan y yig'indisini so'ragan. Tomonni a deb belgilasak, ax taqsim 2 8 deb bersa, bu yerga x, agar mana bu a bo'lsa, bu yeri 3x ni berishga majbur bo'ladi. Demak, tomoni 3x qo'shilgan y ga teng. Shunda mana bu yeri x qo'shilgan y ni beradi. Xo'p, 24imiz teng a ko'paytirilgan y taqsim 2 qo'shilgan a ko'paytirilgan x plyusdan y taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. 8imiz a ko'paytirilgan x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Sistema qilib nisbatini topsak, 3ximiz teng 2y qo'shilgan x ga. Bundan x va y ni tengligi ma'lum bo'ladi. Birinchi ishimiz edi, bu ikkinchi ishimiz, mana bu uchinchi ishimiz. X va y ni qiymati teng bo'lsa, a ni qiymati shunda 4x ga to'g'ri kelar ekan. Hop, 4x kvadrat taqsim 2 miz agarda 8 ga teng bo'lsa, x imizning qiymati 2 ga to'g'ri keladi. So'ralgan ifodamiz demak x qo'shilgan y bo'lib 4 ni beradi demak. Keyingi misolimiz. Bo'yalgan yuzani umum yuzaga nisbatini so'rabmiz. Yaxshi savol. Balandlik tushirib olsak, agar balandligimizni x desak, kvadratning tomoni 4x ga to'g'ri keladi. Mana buni ham davom ettirib olsak, 4x bo'lib tushar ekan. So'ralgan ifodamiz demak, bo'yalgan yuzadan topib kelamiz. 5x ko'paytirilgan 4x taqsim 2 taqsim 4x ning kvadrati. Bu ham 5 taqsim 8 ni beradi demak. Hop, keyingi misolimiz. ABCD kvadrat x va y ni yig'indisini so'ragan. Hop, tomonni a deb belgilasak, ay taqsim 2 miz 10 ni berishi uchun mana bu tarafi y taqsim 2 bo'lishga majbur. Demak, mana buni ham a deb belgilasak, bu yerga 2y to'g'ri keladi. Tomoni x qo'shilgan 2y ni berar ekan. Jami x qo'shilgan 2y ni berishi uchun mana bu x ayrilgan 0.5y bo'lishi kerak bo'lar ekan demak. 15imiz teng bo'ladi a ko'paytirilgan 2x minusdan 0.5y taqsim 2 ga. 5imiz teng bo'ladi a ko'paytirilgan 0.5y taqsim 2 ga. Sistema qilib nisbatini topsak, 1,5 y'imiz teng 2x minusdan 0.5y ga. X va y ning qiymati demak teng bo'lar ekan. Hop, shunda a ni qiymati 3x ga to'g'ri keladi. O'rniga borib qo'ysak, x bilan y qiymati teng bo'lsa, ikkinchi ishimiz demak 3x kvadrat taqsim 4imiz teng bo'lar ekan 5 ga. Bundan x ni qiymatini topsak, ilzosida 5 taqsim ilzosida 3 ko'paytirilgan 2 hosil bo'ladi. So'ralgan ifodamiz demak 4 ilzosida 15 taqsim 3 ni hosil qilar ekan demak. Hop, kalitida ozgina xatoligi bor ekan demak. Keyingi misolimiz. ABCD kvadrat bo'lsa demak, mana bu 45 gradus bo'lganligi uchun ilzos 2 ilzos 2 dan to'g'ri keladi. Demak, bu ham ilzos 2, bu ham ilzos 2 ni qabul qilishga majbur bo'ladi. 2 ilzos 2 deylik. Shundagina yuzasi 3 ni beradi demak. Jami 2 ilzos 2 bo'lishi uchun bu yer ilzos 2, Pifagor teoremasidan x imizga ilzosida 10 qiymati to'g'ri keladi. Bu misol xuddi shu darsda ishlangan edi. Mana bularni o'tkazib olsak,
Perpendikulyar ravishda kesishadi. Alfa deb olsak, mana bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. X u x bo'lganligi uchun mana bu yuza a bo'lsa, bu yuzaga ham a o'tadi. Qisqasi mana bu qismi 10 minusdan a bo'lsa, O1, O2 deb belgilasak, mana shu yuzamiz kvadratni to'rtdan bir qism yuzasiga teng. Demak, qolganlariga ham 10 dan to'g'ri keladi. Shunda so'ralgan umumiy S yuzamiz teng bo'lar ekan 40 ga. Keyingi misolimiz. Perpendikulyar bo'lganligi uchun mana bu ikkitasi o'zaro teng bo'ladi. Buni isbotladik. Bir xil nisbatda ajratardi 3/1. Demak, mana bu yeri ildiz ostida 10 ga to'g'ri keladi. Bu yer ildiz ostida 5, bu ham ildiz ostida 5. So'ralgan yuzamiz demak ildiz ostida 5 kvadrat taqsim 2 bo'lib 5 taqsim 2 ni beradi. Tomoniga 3, demak bu yeri 6, bu yeri 9. Bo'yalgan yuzi so'ralgan ekan demak, uning uchun bizga balandligimiz kerak bo'lib qoladi. Perpendikulyar mana bu qismi 3. Demak, alfa deymiz, tangens alfani qiymatini topamiz. Mana bu yeri h deb bersa, tangens alfamiz teng 6 taqsim 9 ga, h taqsim 12 ga. Bundan h ni qiymatini topsak demak, 3 u 3 qisqarsa 8 hosil bo'lar ekan. Bu birinchi ishimiz edi. Ikkinchi ishimiz demak 9 ko'paytirilgan 8 taqsim 2 bo'lib 36 ni beradi bo'yalgan yuzamiz. Keyingi misolimiz. Hop, bu ikkitasini bir xil nisbatda ajratyapti. A desak bu yeri A, B desak mana bu qismi B. Kvadrat degan yana xuddi shunday. Mana bu yuza A bo'lsa, bu yerga A o'tadi. Bu 10 minusdan A. Yana 4 ta bir xil yuzaga ajraladi. Og'irlik markazida bo'lganligi uchun 10 ni 10 dan to'g'ri keladi barchasiga. Demak, yuzamiz umumiy ravishda 40 ni beradi. Xo'p, demak, tomoniga nisbatlab belgilab olamiz. Tangens alfalar teng bo'lishi uchun bu 2x, bu 5x bo'lishi kerak. Demak, barchasiga 5x u 2x dan to'g'ri kelsa, bu yeri 3x ni hosil qilar ekan demak. X ko'paytirilgan ildiz ostida 13'imiz 2 ni bersa, x'imizning qiymati 2 taqsim ildiz ostida 13 ni hosil qiladi. Demak, A plyusdan B ni so'ragan birinchi ishimiz edi. Xo'p, ikkinchi ishimiz demak A plyusdan B 25x kvadrat qo'shilgan 4x kvadrat bo'ladi. So'ralgan ifodamiz bu ham 29 ko'paytirilgan 2 taqsim 13 ni hosil qilar ekan. Bu ham qisqarmay qoladi. 58 taqsim 13 hosil bo'ladi. O'zi aslida mana bu 39 u 13 bo'lib, qisqarsa 3 bo'lib 6 chiqadi degan ma'noda yechgan bo'lsa kerak. Shuning uchun javobini 6 degan. Aslida 29 bo'lib qolib, qisqarmay qoladi. Keyingi misolimiz. Bo'yalgan yuzani qiymatini so'rabdi. Pastki qismini x deymiz, bu yerga 4, shunda jami 6 ni berish uchun bu 6 minusdan x ni qabul qilish kerak. Xo'p, bu yeri 4 minusdan x, mana bu qismi 2, bu yeri 4 ni qabul qiladi. Demak, tangens alfani qiymatini topsak x taqsim 6, 4 taqsim 10 ni beradi. X'imiz demak 2,4 bo'lar ekan. Xo'p, demak, ikkinchi ishimiz so'ralgan yuzamiz 6 ko'paytirilgan, o'rniga qo'yib qo'ysak 3,6 taqsim 2 plus 4 ko'paytirilgan 1,6 taqsim 2. Xo'p, soddalashtirsak demak 14 hosil bo'lar ekan demak. Bunda ham yana kalsida xatolik bor yoki bo'yashda qayerdadir xato qilgan. Keyingi misolimiz. 3 ga nisbatlab olsak, mana buni 3x, buni 4x deymiz. Shunda bu yeri x, bu yeri 3x bo'ladi, bunisi 4x bo'ladi. Xo'p, x ildiz ostida 10 bo'lar ekan. X ni qiymatini topsak, 3 taqsim ildiz ostida 10 hosil bo'ladi. A plyusdan B ni so'ragan. A plyusdan B'miz demak 16x kvadrat qo'shilgan 9x kvadrat bo'ladi. Xo'p, bu ham 5x ning kvadratini beradi. Soddalashtirsak demak 25 ko'paytirilgan 9 taqsim 10 hosil bo'lar ekan, 45 taqsim 2 hosil bo'ladi. Mana bunda hisob kitobi to'g'ri demak. Keyingi misolimiz. Bo'yalgan yuzani qiymatini so'rabdi demak. Mana bu qismi 4 bo'lsa, buni x deb belgilaymiz. Tangens alfani qiymatini topsak, x taqsim 10'imiz teng bo'lar ekan 4 taqsim 14 ga. Bundan x ni qiymatini topsak 20 taqsim 7 hosil bo'ladi. Xo'p, demak, ikkinchi ishimiz xo'p, 10 ko'paytirilgan 50 taqsim 14 plus 4 ko'paytirilgan 8 taqsim 14. Soddalashtirsak 532 taqsim 14 hosil bo'lar ekan. Xo'p, 532 ni bo'lamiz 14 ga, 38 hosil bo'ladi. Yana kalitida xatoligi bor. Terishda xato ketgan bo'lishi mumkin.
Xo'p, 10 10 bo'lsa 100 bo'lishi kerak. To'g'ri, 100. Lekin bu yarim yuzada o'zi. Yarim yuzadan ham kichkina bo'lsa, 50 dan ham kichkina joyda. Mana buni qo'shib qo'ysa, maksimum 50 ga boradi, lekin 50 dan oshib ketolmaydi. Demak, kalit xatoligi 100% aniq. Bunday stabilni o'ylab ko'rsak ham. Agar mana bunday chiziq o'tkazib olsak, bu mediana qilib bo'lib oladi. Ikkita mediana kesishsa, uchinchisi ham mediana bo'lib kesishga majbur bo'ladi. 3, 3, 3 u 3 dan tushadi. Demak, 6 ta bir xil yuzaga ajralardi. Bu ham A, bu ham A, mana bu qismi ham A, buni ham A dan bo'lardi. Demak, bu qismi 3 ani beradi. 6A ga teng bo'lgan yuzamiz 6 ning kvadrati taqsim 2 ga teng bo'lsa, aniq qiymati 3 ga to'g'ri keladi. Bizdan bo'yalgan yuzani so'ragan. Bu ham to'g'ri A ga teng edi. 12 ni hosil qilar ekan demak. Keyingi misolimiz. AB ni tutashtirganda Y nuqtadan o'tadi, chunki bu medianalar kesishgan nuqta bo'lyapti. 3 u 3 dan to'g'ri keladi. Tomon 6 bo'lganligi uchun yuzani A yu A dan belgilasak, barchasiga A dan to'g'ri keladi. Demak, 6A ga teng bo'lgan yuzamiz 6 ning kvadrati taqsim 2 bo'lsa, aniq qiymati 3 ga to'g'ri keladi. So'ralgan ifodamiz 2A bo'lib, 6 ni beradi demak. Keyingi misolimiz. Xo'p, mana buni tashlab olsak, S A B C D ni yarmi teng bo'lyapti S F C B ga. Bu ham teng bo'lyapti S F Y K B ni yarmiga. Bundan xulosa qilsak, ikkalasini yuzalari tengligi kelib chiqadi. Aniq qiymatini so'ragan. Hop, kvadrat, bunisi dikto'rtgan. ABCD ni yuzasini yarmi 40 bo'ladi. Mana bu qismi 40 ekan. Qolgani ham 40 ni berish kerak. Demak, 40 bo'lishi uchun x qo'shilgan 14 qo'shilgan 16 desak, x imiz qiymati 10 ga to'g'ri keladi. Mana bu qismi 10 ni beryapti. Demak, xulosa qilsak, A ni o'zi umumiy ravishda 50 ni hosil qilar ekan. Keyingi misolimiz. Asini tashlab olsak, Y nuqtadan o'tadi. Sababi, hop, mana bu ikkita taraf teng, bu ikkita taraf ham teng. Uchinchi taraf ham teng, demak bu diagonalda yozish majbur. Tomoni 14 bo'lsa, balandlik tushirsak, perpendikulyar ravishda tushadi. 14 bo'lsa, 14 ildizosi 2, demak bu 7 ildizosi 2. Yuzani topsak, 7 ildizosi 2 ko'paytirilgan 6 ildizosi 2 taqsim 2 dan 2 ta bo'lar ekan. Bu ham 7 kara 12 bo'lib 84 ni beradi. Keyingi misolimiz. Hop, Asini tashlab olsak, S A B C D ni yarmi teng bo'ladi S F C B ga, bu ham teng bo'ladi S F Y K B ni yarmiga. ABCD ni yarmi 15. Mana bu qismi 15 bo'lsa, bu yerga ham 15 ni berish kerak. X qo'shilgan 4 qo'shilgan 6 desak, mana bu qismiga 5 to'g'ri keladi. Bundan aniq qiymati 20 ligi ma'lum bo'ladi. Hop, bu yuzani biz x deb belgilaymiz. Balandlik ikkalasida ham bir xil demak. Asosini A yu A deb belgilasak, balandlik ikkita tarafdan tushganda ham baribir h bo'lib qolaveradi. Demak, h ko'paytirilgan 2a taqsim 2 miz teng 13 qo'shilgan x ga, a ko'paytirilgan h taqsim 2 miz teng x qo'shilgan 4 ga. Sistema qilib nisbatini topsak, 2x qo'shilgan 8 miz teng bo'ladi 13 qo'shilgan x ga. Bundan x qiymatini 5 ligini bilib olamiz. Hop, ABCD ni perimetrini so'ragan. Hop, bu kvadrat ekan, tomoni balandligi ham 2a ga teng bo'ladi. Birinchi ish edi. Ikkinchi ishimiz demak 2a ning kvadrati taqsim 2 miz agarda 18 ga teng bo'lsa, a ning qiymati 3 ga to'g'ri keladi. Perimetr shunda 6 dan 4 ta 24 ga teng bo'lar ekan. ABCD kvadrat x desak, mana bu 3x bo'ladi, bu yerga ham 3x o'tadi. Yuzani a deb belgilasak, bunisi 9a bo'ladi. Tomoniga nisbatlab, demak bu 3a, bunisi ham 3a bo'ladi. Yuzani teng bo'lganligi uchun 4a yu 4a dan to'g'ri keladi. Demak, so'ralgan ifodamiz 9a taqsim 4a dan 3 ta 6 ta. Yo'q, 24. Soddalashtirsak 3 taqsim 8 hosil bo'ladi demak. Keyingi misolimiz. Mana bu yuzani a deb belgilaymiz, tomonni x dan belgilaymiz. Shunda balandligi ham 2x bo'ladi. 2x ko'paytirilgan x taqsim 2 miz teng bo'ladi a qo'shilgan 6 ga. 2x ko'paytirilgan 2x taqsim 2 miz teng bo'ladi a qo'shilgan 15 ga. Sistema qilib nisbatini topsak, 2a qo'shilgan 12 miz a qo'shilgan 15 ga teng bo'lib, a ning qiymati 3 ga to'g'ri keladi. O'rniga borib qo'yamiz demak.
Hop, x kvadratimiz shunda 9 ga teng bo'lib, ximiz qiymati 3 ga to'g'ri keladi. Perimetri 4 ko'paytirilgan 2x ga teng edi. Bu ham 6 ko'paytirilgan 4 bo'lib 24 ni hosil qiladi demak. ABCD kvadrat perimetri 32 ga teng. Tomoniga 8 dan to'g'ri keladi. Mana bu qismini alfa desak, bu yerga alfa qiymati to'g'ri keladi. Buni x deb belgilaymiz. Shunda mana bu qismi 12 minusdan x ni hosil qiladi. Xo'p, so'ralgan yuzamiz teng bo'lar ekan demak 8x ko'paytirilgan sinus alfa taqsim 2 ga. Bu ham 8 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan sinus alfamiz x taqsim 8 ni berar ekan taqsim 2. Soddalashtirsak demak 32x kvadrat hosil bo'ladi. Hop, bizga x kvadratning qiymati kerak bo'lyapti demak. Endi Pifagorni qo'llaymiz. X kvadrat qo'shilgan 12 minusdan x ning kvadrati teng 8 ning kvadratiga. Yig'indini kvadratiga keltirsak 12 ning kvadrat minusdan 8 ning kvadrat taqsim 2 miz teng bo'ladi. X ko'paytirilgan 12 minusdan x ga. 2 ga bo'laversak, bir marta qo'shamiz 20, bir marta ayiramiz 40 bo'lar ekan. X kvadrat minusdan 12x plyusdan 40 teng 0 ga. Bu x minusdan 6 ning kvadrat plyusdan 4 teng 0 ni beradi. Demak, x kvadratning qiymatini topishni iloji yo'q. Chunki bo'sh to'plam. Savolda demak kamchiligi bor.